CNC kanaliga xush kelibsizlar va bugun biz bilan Nurik BC hammaga salom do'stlar. Bugungi videomiz 6-qism, 6-kun. Qani bo'lsam, let's go. ketdik. Va biz ham ketdik. Va men Saidumar, toshsoq kelaman. Bo'ldi. Chaqdagi cho'qsin? Albatta. Men shokladimni chiroyli qilaman. Ammo chonga tushuvlaring nima deb chiqdim? Bilmayman. Sartirovka qilaman. To'g'ri. Bugun do'stlar, Saidumar ko'miz, martalaring qolganlari ish chiqib qoldi. Shuning uchun videoga tusha olmadi. Shuni aytib qo'ydik. Endi hozir Do'stlar, 5-qismni ko'rmaganlar bo'lsa, kanalimizga o'tib bemalol ko'rishlaring mumkin. to'g'ri. Aktiv yaxshi bo'layapti. Obuna bosib qo'yinglar. Like bosib, qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yinglar. Videoni birinchilardan ko'rasizlar. To'g'ri. Qanaqa ketyapsizlar? Hech yaxshi ekan. Bitta hozir bloklar qo'yaman. Pastiga keyin narsalar keyin qo'yamiz. Hali ham oltinimiz eritganimiz kerak. Bu tom tuki ekan yoki bog'lama yo'l bor ekan. Ha, bo'ldi. Ha, bo'ldi. adashmayman a? Bo'ldi. Tushmay qoldim. Yuruz 5 grad tutdi. Qo'yamiz. Mana bu pishirib qo'y. Pechka. Fakirlar menga birsa ketadi. Balki yana bloklar qo'yamiz. Bu shaxta yaxshigina katta ekan. Umid qilamanki, bu yerdan ham yaxshi narsalar topib chiqaman. Do'stlar, ikkinchi qismini ko'rgan bo'lsalaring, juda ham yaxshi narsa topdik. Omadli keldi. Va bu rolikda огород qurishga harakat qilamiz. Agar ulgursak. Bundan ham narsasi bo'ladi. Kitoblar. Endi оружие bo'ldili, оружие. Bu kerak. Pishiraydi. Va kiyimdan qo'yaylik. Kiyimlardan hozir sartif qilamiz. Va temir topdim do'stlar. Bu yaxshi temir ko'paytirsak zarar qilmaydi. To'g'ri. Buni ham qo'yib O'zim bilan temir olmabman. O'qat olmabman, afsus. Bu ekamiz. Bu hozircha kerak emas. Bu ham kerak emas hozircha. Gulni ham ekib qo'yamiz. Va bo'ldi. Sartirovka qo'ydim. 5 dakika. Va do'stlar, oltin topdim, behazil. Va mana oltin. Agar yonimda bo'lganda ko'rsatardim. Mana rasmga oldim. Videoda qo'yib yuboramiz. Juda ham ko'p oltin mana. Yana bitta rasmga olib. Bo'ldi, shuni qo'yib oldim. Uxlashimiz kerak. Ish kerak. Men chondaman, o'zimga olaman. Va do'stlar, videoda qo'yib yuboramiz. Oltin topgan joyini. Uxlash kerakda, ko'ring. Yaxshi shonni o'shaning uchun. Buncha kerak emas bizga hozir. Bulardan olsam, narsa eritganish kerak bo'ladi. Bularni olib tashlaveramiz. Kirib. Nimagadir shu yerda
uyimizda oldi creeperlar yomon ko'p yuribdi. O'zi sindirmoqchi edim. Buzmoqchi edim. Ben to'g'lamoqchi edim. Creeper eshitib keldi. Yordam beraman deb. Ana shunday o'zi qanday turgan bo'lsa shunday qilib qo'ying. Juda ham ko'p kelyapti creeperlar. O'tirsin. Ichiga bloklarni tosh ham kerak. 20 ta toshimiz bor ekan. Toshni va hozir biz buni olamiz. Tepaga chiqib şey birleştirme koyuyoruz. İyi yerim görüyorum. Juda ham ko'p temirlar chiqyapti. Chiqib bo'lsa ehtiyot bo'ling. Ha, chiqoring. Hozir yo'l topaling mana. Ko'ryapti. Ismingiz? Ha, mana. Yer olamiz. Bostak. Va Do'stlar, temirlar o'zi chiqyapti kondan, shuning uchun hammayoqimiz full temirdan set qildik. Salmoqimiz. Xolos yaqinda oltindan qilishni boshlaymiz. Ha, oltindan yaxshi chiqyapti konda, men hali ham soni. Hozir endi sekin chiqyapman. Oltindan qilmayotganim hozir qilsam bo'ladi. Setga yetadi. İzmir çıktı hazır. Hemen de do'stlar İzmir chiqdi. O'zlari bilasizlar, Nur Muhammad, ya'ni Nurik kirgan joyda nimadir chiqadi. Normal narsa. Buni bilganlar bilar. Daraxt stolbi. Do'stlar, chiqish joyini topyapman. Stol koyardık. Stol koyamaz. Daraxt qo'yish kerak. Chunki Ost tepaga chiqyapman. Skelet oz. Ishlashlam uni. Ha. Chicken. Milkiyskiy o'rinda. Shuni tepamda yursalma. Biz bas ekansiz. Ha, uni. Hozir itda ham tushib qoladi. To'g'ri. Do'stlar, video yoqayotgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Aktiv yaxshi bo'layapti. Komment ham yozib qoldiringlar. Albatta. Nima haqida olaylik videolarni? Qanaqadir rubrika yozib qo'yasalaring, biz ko'rib, buni olishga harakat qilamiz. Bitta bilan tushyapti. Men kondaman, bilingani yo'q. Konda vaqt tez o'tarkan. Va Saidlar o'ldi. Tezroq narsangizni olgani boring. Borib olib, shular bilan ko'rishamiz. Va mana bolalar hozir qurib, hamma yo'q tekizlab qaytaman sizlarga. Va mana bolalar hozir to'g'layotganimda yana bitta creeper kelib
Patlayamını katta qildi. Mayt to'g'ri qildi. O'sha men nikisga o'rayapti. O'sha tomonga boshlab qo'yapti. Qani siz? Jonim bir qoldi. Sizga yordam bersangiz yaxshi bo'lardi. Bo'lmasam o'lib qolaman. Shunday pastga ko'lab cholasiz. Yo'q. Ancha uzasiz. Yuravering men tomonga. Kelavering. Qayerga ketyapsan? Kelavering. Ha. Yuravering. Tomonda shu. Yuravering. To'g'riga. Yo'l yo'q bu yerdalar. Video uçup dur. Mana bolalar Muhammaddan chiqyapti. O'ylaning. Va axiri do'stlar, qonim o'chib ketgan 0. O'lib olmasam bo'ldi chiqyapman. Qancha qolganini bilmayman. Ana salmat tetonda turibdi. Xudo xolasa chiqdim do'stlar. Mana shu oxirgi bo'ldi. Ki do'stlar. Mana bratska. Evet, mana. Do'stlar like bosib qo'yinglar. Shuncha harakatga. Chiqing. Tazga bo'lik qo'ying. Ya endi sanam chiqib oldi. Xudoga shukr. Mana. Go'sht olayman, go'sht. Go'shtimiz yo'q. Nima demalari odamni ko'rib turib. Qonim to'qlab olayman. Mana. Va do'stlar qaranglar. Sana oldimga kelib qo'limdan nima borligini ko'rsataman. Yo'q, steak emas. Izmurud. Izmurud qani? İzmurud bordi hozir qo'limda. Va do'stlar, bitta izmurud topdim. Va do'stlar mana olsam. Mana qo'limga kiribdi. Qani? Mana. Va mana do'stlar, qo'limda temir 5 ta sondiqqa qo'yib qo'yapman. Yo tepaga qo'ying sondiqqa. Mana kerak. Yo'q. Pastga. Eng pastda. Do'stlar mana izmurud topdim bitta, yo'qolib qoldi. Va temirni ham qo'yib qo'yibman. 40 ta temir olib chiqdim. O yaxshi. Men qo'yib qo'ydim. Bemalol qilsin, set qilamiz yoki temir eriyaptimi? hozir sizlarga yo'q, temirda eritib bo'ldim. Temir eritgan bo'lsangiz, menga temirdan kirka kirka kerak ekan. Hozir. Temirdan kirka kerak. 3 ta yetar, keyin 3 ta. 3 yana qani yana bitta. Yo'q, arujda tepada. Mana bo'ldi. Rahmat. Bu ko'yibsiz menga. Va do'stlar kech tushdi. Qani? Hozir uxlab, Va keyin qaytamiz. keyin qaytamiz.